Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan boshlayman. Assalomu alaykum. Shariat olamdan kanalim qatnashchilari, bütün muxlislari, sizlarga bugun Allohning ulug' kitobi Qur'oni Karimdan sharhlar Mufti Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning tafsirlaridan o'qib beraman. Marhamat eshiting. Allah ahdiga vafo qiluvchi misoqni, ahdni buzmaydi. Izoh: bu oyatdagi ahd, misoq barcha ahdni o'z ichiga oladi. Iymon ham ahdda turadi misoq sababi bilan. Allohga bergan ahdiga vafo qiladigan, misoq va'dasini buzmaydigan aql egalari bor. Ra'd surasi 19-20-oyat. Sabrli yaxshi amal qiluvchilarga Alloh tomonidan ajr mukofot bordir. Izoh: yaxshilik, yomonlik yetganda sabr qilish kerak. Og'ir holatda bardoshli bo'lish kerak. Ne'matga yetganda esa shukr qilish kerak. Hud surasi 11-oyat. Alloh o'zi xohlagan narsasini sezdirmay amalga oshiradi. U bilim va hikmat sohibidir. Yusuf surasi 99-oyat. Mushriklar qancha yomonlik qilmasin, sabr qiling deb uqtiradi Alloh o'z rasuliga. Alloh har narsaga o'zi kafil vakildir. Mushriklar ming shakkoklik qilib, ming zarar yetkazmasin, baribir ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech bir ziyon yetkaza olmaydilar. Hud surasi 12-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida rivoyatlardan hadislar, donolar bisotidan va xalq muborak o'gitlardan o'qib bermoqchiman. Marhamat. Debocha, tinchlik jimlik emas. Yurakdagi ishonch va xotirjamlikdir tinchlik. Har tongda sizga ikkita eshik ochiladi. Biri nolish eshigi, biri shukr eshigi. Qaysi biriga kirsangiz, o'sha kunni shu kun bilan o'tkazasiz. Xayrli tong bo'lsin sizlarga, azizlarim. Yuragingga quloq sol, aqling bilan yo'l tanla. His va zehn birlashsa inson to'g'ri qarorga keladi. Sukut yaxshi narsa, g'azab vaqtida aytilgan so'z eng afsus qiladigan so'zdir. Minnatdor bo'l, shukr orqali ruhing qayta muvozanatlanadi. Yuraging og'rib qisilyaptimi? Qo'yib yubor yurakni, yengil bo'lasan. Shoshilma, vaqt o'z muvozanatini ochadi, har narsani o'z joyiga qo'yadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydi, kim ikki qiz tarbiyalab voyaga yetkazsa deydi, oxiratda deydi, ikki qo'lni bir-biriga qo'shib ko'rsatadi, men bilan birga bo'ladi deydi. Joy namoz baland narsa emas, ammo ustiga hamma ham chiqavermaydi. Uni chiqish uchun unga chiqish kuchi faqat iymondandir. Bahslashmang, tinglang, yomonlarga ham mehribon bo'ling. Oldinga qaramay bir qadam tashlama, orqaga qaramay bir so'z aytma. Biror musibat kelsa, undan unday qilsam bo'laydi, bunday qilsam bo'laydi deb afsus chekma. Albatta hammasi Alloh taqdiri nimani xohlasa shu bo'ladi. Eng pastkash erkak o'zining vafoli mehribon ayoli turib, ko'chada topgan kapiralarga ergashadi. Boshingga sinov kelganda o'kinma. Ketma-ket kelganda ham siqilma. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga sinov beradi va orqasidan yengillik beradi. Rizq ikki xil bo'ladi. Biri sen qidirayotgan rizq bo'ladi, biri seni qidirayotgan rizq bo'ladi, biri sen qidirayotgan rizq bo'ladi. Sen qidirayotgan rizq esa albatta sening sa'y harakating bilan bo'ladi. Sabr birov zulm qilsa jim turish emas. Bu sabrga kirmaydi. Bu qo'rqoqlikka kiradi. Ayol vatani uning eridir, vatani bormi demak uyda masjiddan bordir. Fikrlamagan odam aql qotadi. Temir
Ishlatilmasa zang bosadi, suv harakatga kelmasa ayniydi. Namozni yo'qotgan odam barcha narsani yo'qotadi. Havoi nafsga yomonlikka havoi nafs yomonlikka boshlaydi. Inson yomon kunlarni unutadi, ammo shu yomon kunga sababchi bo'lgan insonni unutmaydi hech qachon. Boylik qalb to'qligida, qo'lidagi boylik esa manfaat keltirmaydi. Bu odam boy bo'lolmaydi hech qachon. Rashk qimmat narsa. Kim u sizni rashk qilsa, u inson uchun siz qadrlisiz, biling. Insonda ikkita qusur bor. Sevganning qusurini ko'rmaydi, uning fazilatini ham ko'rmaydi. Pastkash past nazar bilan qaraydi. U pastligicha qoladi, o'zgarmaydi. Namozni birinchi o'ringa qo'ygan kishi ishlari yaxshi yurishib ketadi. Har holatda xayr, har holatni xayr deb, har kechani qadr deb, har kelgan odamni Xidir deb biling. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, go'ng ustida o'sgan gulni aslo olma. Tarbiyasiz, yomon oilada o'sgan qizga sovchi qo'yma. Ey qalbimni og'ritgan inson, senga bergan salomim men qo'rqqanimdan emas, balki vijdonimning senga sadaqasidir. Istaganingcha yaxshi, istaganingcha yasha, ammo o'tmishingni aslo unutma. Xohlagan ish narsangni sev, bir kun undan ayrilib qolishni unutma. Xohlagan ishingni qil, bir kun unga javob berishni ham bil. Shaytonga kim ergashsa, u yordamchisi qoladi. Qadr qiymat pulga qarab o'lchanadigan zamon bo'ldimi nima bola. Yaproqsiz qoldi deb hech qachon shoh novdalarini sindirmang. Hali bu novdalarning ham bahodir umidlari bor. Alloh bergan fe'li bor. Insonni o'zgaradi deb o'ylamang. Ilon ham ming post tashlasa ham tilidagi zaharligicha qoladi. Erkak boshli uyda albatta baraka bo'ladi. Ayolni hurmat qilinadi. Agar ikkalasi ham boriga shukr qilsalar, albatta baraka ko'payadi. Hech qachon hayotdan nolmang. Sen hali noshukrlarni ko'rmabsan deb Alloh bundan ham yomon kunlarni ko'rsatishi mumkin. Chunki Alloh eshituvchi, ko'ruvchidir. Biroq tosh otsa, g'iybat qilsa, qayg'urma. Uning gunohi unga o'tadi, uning savobi senga o'tadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, qiyomatda Qur'on va ro'za odamga shafoat qiladi. Ro'za aytadi, Robbim men uni taom va shahvatdan qaytardim desa, Qur'on aytadi, men uni tunlari uyqudan qoldirib shafoatga boshladim deydi. Bola duo bilan qaytariladi. Ehson Alloh uchun ko'rib turganingizdek ibodat qilishdir. Shubhasiz u zot sizni ko'radi. Orzu umidsiz yashagan ruhsiz tana jasadga o'xshaydi. Har bir qiyinchilik ortida esa yengillik bor. Qiyinchilik barcha Alloh huzurida qiyinchilikning yechimi bor. Aqlli kishi nafsini tiyadi, o'limga tayyorgarlik ko'radi. Ojiz odam esa havoi nafsiga ergashib, ham xayolda orzu qilib yuraveradi. Sunnatga ergashmay turib shafoatga ergashib bo'lmaydi. Bu ham xayoldir. O'tmish o'tdi, kelajak havoga yozilganday gap. Bugun erta tushunchasi bilan bog'langan. Dunyo hayoti matoqdir. Unga o'ralib qolgan odam esa johil va ma'lumdir. Odamda badxulqlik, johillik musibat keltiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, o'limdan keyin bo'ladigan narsa uchun o'z ruhini tayyorlagan inson u donishmanddir deydi. Ijodiy sahifa kitobimdan. Darding olay deb yig'lama, o'rtab yoqib yongan dilim, xasta zamin ahvolimni so'zlashga ojizdir tilim. O'lgunimcha shirin azob mayli meni tark etmasin, sendan davo so'ramasman, Alloh dilimdan ketmasin. 40 yoshda azizim sevgi bir azob, 40 yoshda bilsangiz sevgi yomon dard. Ba'zilar naslida sevgi gap so'zdir, Tangrim inom etsa bizda ne gunoh. Ko'zguga tikilsam sochlarim oppoq, marjonday to'kilgan tishlar endi yo'q. Hijolat bo'laman o'zimdan o'zim, ishonmay deyman u ko'zlarim guvoh. Qarz maqola. Hayotning har bir oni kishini qarzga botirib tashlaydi.
Kim to'y qiladi, kim mashina oladi, kim uy oladi, qarzlarni qanday uzadi? Javobi juda ham og'ir. Kim o'zini o'qqa uradi, kim cho'qqa uradi, kimning qon bosimi oshib ketadi, kimning yuragi o'ynaydi, kimdir miyasiga qon quyiladi. Odamlar yaratgan oldida ham shunday qo'rqqanda edi, mas'uliyatni his qilganda edi. Tog'day uyilib yotgan qarzdan qo'rqqan bormi? Qancha ibodatlar ado etilmay qolyapti-ku. Ilm uchun imkonlar qayga ketib qoldi? Aql, fikr kabi ne'matlarni uvol qilmadikmikan? Yana qanchadan qancha Alloh inoyatlarini anglamaymiz, qadriga yetmayapmiz. Bu dunyo moddiy ne'matlar sinovidir. Oldiga maqsad qo'ygan odam albatta qattiq kurashadi. Inshaalloh qarzni ham uzadi, ammo bu oson emas erkakka. Ayol yelkasida esa bekorlik, rafiqalik, onalik mas'uliyati ham bor. Bellar oldingidek oson egilmaydi sajdada. 3-4 sajdadan keyin esa og'rib qoladi. Xatga tushding, o'tga tushding deganlaridek tekshirilganda ko'rinib qoladigan qarzlar bor. Oson emas ularni to'lamoq. Faktlar esa juda o'jar bo'ladi. Tamom.